Korotchi, ikki xil arel, qaysi biri original? Ko'pchilik orqasida bunaqa teshigi bo'lsa original bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, teshigi bo'lmasa ham original bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, qanaqa qilib ajratishni o'rganib olasiz. Juda ko'pchilik kommentlarda arel parachokini ajratib berishimizni so'rashdi. Bundan keyingi parachok yoki mahsulot qaysi biri bo'lsin? Kommentariyada yozib qoldiring. Tikilishiga e'tibor beramiz. Padjelkasida bunaqa orqasi oldiga chiqib qolgan, notekis tikilgan, originalda bir tekis. Mana bu qizil yozuviga e'tibor beramiz. Padjelkasida bukilgan joyining ustiga chiqib qolgan yozuvi, originalda bo'lsa bukilgan joyi bilan bir tekis. Orqasidan farqi, padjelkada mana bu rasmlarning bo'yi bir xil, originalda bo'lsa biri baland, biri past. Tiliga e'tibor beramiz. Originalning tili chapga qaragan, padjelkaniki o'ngga qaragan. Chiroqiga e'tibor beramiz. Padjelkaniki ko'k rangda yozilgan, originalda esa qora rangda yozilgan. Tagidan farqi, originalda bundaqa qora joyi xiraroq ko'rinadi, sababi tilini tagida joylashgan. Mana bunaqa tikisidan yuqoriroqda. Padjelkasida bo'lsa tikisini tagida joylashgan qorasi ham tilining ustida chiqib qolgan, shunga yarkiroq ko'rinadi. Endi asosiy joyi ichidan farqini ko'ramiz. Bu padjelkasi. Bu bo'lsa originali. Deyarli bir ko'zda ko'rganda ichidan ajratishning iloji yo'q, ichi bir xil. Suvda erishini ko'ramiz, shunda farqi seziladi. Suvda erishini ko'ramiz. Bu originali. Bu padjelkasi. Mana originali suvda yaxshi singidi, ham suvning rangi seriroq rangi o'zgardi. Padjelkasida bo'lsa bunaqa besvetni bo'lib qoldi, ham yaxshi erimadi. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlariga yuborib qo'ying.